shuncha yildan buyon Instagram yurg'izib kelaman, lekin men hali bironta videolarga qanaqadir munosabat bildirmaganman. Lekin men hozir ba'zi videolarga o'zimni bir shaxsiy fikrim bildirmoqchiman. Bu men faqatgina shaxsiy fikrim. Xullas juda ko'p narsani reklamalarni ko'rganmiz, lekin qizlarni men juda ko'p yaqinda ko'rdim. Rekomendatsiyalarda chiqib qoldi qizlarni ajrashganligi haqidagi reklamalar. Ajrashganni chiqib olib Instagramga ommaga videolar qo'yib reklama qilishyapti. Вообще man judayam hayron qoldim, asabiylashdim hamda. Ko'rsalar bu meni do holatim deb ya do postlar qilib mana bu turmush qurgan paytimdagi holatim deb qanaqadir bechora bir tushib qolgan, bir o'xshamagan rasmni topib olib, bu meni keyingi postli holatim deb unaqa ajrashgandagi holatim deb qanaqadir tushib joylarga imенно borib photoshoplar qilib, fotosessiyalar qilib tushib qo'ygan rasmni. Bu meni ajrashgan holatim. O'zlaringiz baho beringlar, qaysi tomon ko'proq baxtliman, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar deb targ'ibot qilyapti. Nima bu qizlar, nima bu? Bu kechirasizlar, o'zlaringizni reklama qilishmi? Yoki bu targ'ibot qilishmi boshqalarga, hali turmushga chiqmagan qizlarga yoki oilalik ayollarga reklama qilishmi, unaqa targ'ibot qilishmi, ajrashinglar degan ma'noda, yoki turmushga chiqmanglar, turmushga chiqsang mana shunaqa bo'lasan, ersiz yursang shunaqa bo'lasan deb o'zlaringizni reklama qilishmi, qaypol bo'lsa ham, o'zi meni boshim ochiq, bemalol kim gapirsa gapiraversin degan ma'nodami bu? Xo'p, ajrashibsizlar, o'zlarini hayotlaringizni nima bo'lgan, nima qilgan, balkim do'stdan ham o'xshamagandir, balkim o'sha eringiz yomon bo'lgandir, balkim siz biza bilmaymiz, lekin nima qilasizlar, ommaga chiqarib reklama qilib uyalmaysizlarmi? Nima kerak bunaqa chiqarib olib reklama qilib ajrashganni? Uyatda bu, uyat. Bir oy, ba'zilar 2 oy, ba'zilar 1 yil ham yashamayapti, 40 kun ham yashamayapti. Men tushunmadim bunaqalar. Yana shular profil ba'zilariga kirib qolsam, ko'rib qolsam yana ba'zi videolariga qo'ylarida qanaqadir sovg'alar, nimadirlar bilan xursand bo'lib yana video qo'yishyapti, rasmni taxlab, o'sha rasmlarga yozilgan. Meni hali uydagilarim ajrashganimni qabul qila olishmayotgan paytda, o'rgan olmayotgan paytida, xullas menga o'sha bu yoqdan sovchilar kelyapti deb xursand bo'lib qo'yapti. Uyat lekin borku, endi ajrashibsizlar, o'zi to'y qilishni o'zi bilmaydi, masalan, oila qurishni o'zi bilmaydi-da, masalan, bu juda ham oila o'zi muqaddas deyiladi. Xo'p, ajrashibsizlar, to'g'ri kelmabdi. O'sha erkak yoqmagan senga, masalan, o'shani uydagilari yoqmagan, o'sha turmush tarzi yoqmadi, ajrashibsan, lekin hali yana bir qaytib oila qurishga o'zi nima deydi, qo'rqmayapsizlarmi? Qo'rqadi odam, bir ishonchsizlik bo'ladi, hali o'ziga kela olmaydi, lekin bular tayyor yana rasmlar ustida yozuvlari bilan, xullas qo'lida gullar, sovg'alar bilan rasmga tushib yozgan. Meni uydagilarim hali ajrashganimga kun kelmayotgan paytlarida menga o'sha yana bu yoqdan sovchilar kelyapti deb xursand bo'lib, kulib rasmlarga, videolarga tushib qo'yishibdi. Uyat endi borku qizlar, uyat sizlarga. Ana shunaqa video chiqarayotganlaringizga uyat. Bu nima degani? Hali masalan ajrashgan ayollar bo'ladi-ku qizlar, mayli to'g'ri, endi biz bilmaymiz oilalaringizda nima bo'lgan, mayli qaynab yoqmagandir, yaxshi bo'lmagandir, yaxshi bo'lmagandir, qanaqadir turmush tarzi yoqmagandir, lekin ajrashgandan keyin qanaqadir stress bo'ladi, o'ziga kela olmaslik bo'ladi, ishonchsizlik bo'ladi, yana bir boshqa oila qurishga, boshqa erkakka ishonishga hamda, menimcha shunaqa bo'ladi-da, ba'zi ayollar shunaqa turmush qurishga qo'rqib qoladi, turmush qurmaydi. Bular xursand o'sha boshqa erga tegishga xursand